Hamma narsa kelin kelgandan keyin boshlanar ekan. Kelin kelmasdan hech nima sinmagan, hech narsa buzilmagan. Kelin kelguncha ertalab voqli bomdodda turib ko'chalarni 3 mahal sipirishgan. Yomg'irmi, qormi, vobshim qarashmagan. Kelin kelguncha uyligi top-toza bo'lgan, umuman changan bo'lmagan. Kuniga 3 mahal ovqat qilishgan. Uyligi fayzli, umuman janjal bo'lmagan uy bo'lgan. Qo'ligini puli ko'p, boyvachcha, mehribon bo'lgan. Kelgandan keyin puli yo'q, ishlar orqaga tortgan, xasis bo'lib qolgan. Videoni shortgacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like'ingizni bosib qo'ying. Endi bu yo'lga qaynonalarning eng mashhur gaplarini aytib o'tib ketaman. Men sizga shunda o'g'lim berib qo'yimman, kimlar qizini bermasdi? Men sizga hali qaynona aytganim yo'q. Meni qaynonam bilasizmi qanaqa bo'lgan? Bizning paytimizda bunaqa sredstvalar bo'lmagan. Erimiz olib kelgan chistol bilan kirsovni 1 yilga yetkazardik. Hammadan voqli turib, hammadan kech uxlardik. Voqli turib o'lib qolmaganmiz. Har hafta onamizni ko'rgani bormaganmiz. Qaynonamiz qachon jo'natsa 2-3 oyda bir borib ko'r kelardik. Hozirgi kelinlar kun saniydi. Onasi shuncha gaplarni gapirsa ham, lekin o'g'li xotinini sevadiganlar bormi? Voy, biram mazza qildimi, ishlarimni qildirib olib. Bu videoni shunaqa gaplardan to'yganlarga jo'natamiz va yana qaysi mashhur so'z topib ketganini kommentariyada yozib keting.